Bunday dedik, jag'alashsam, bunday nima qilsam dedik, suvimiz satimga joyga to'xtaydi. Bir-birlaring minib intifoq bo'lib jo'r kelsangar, beramiz, bo'lmasa bunday dedik, bir nafar ikki nafarga bersak dedik, boshqasi dedik. Endi bir kaltak cho'p 10 motor cho'p bo'ldi. Endi ana shu masala 10 najarma buni taqsim qilib oldi. Ha? Bir kaltakda. Shu 2 motorda. Ha. Biz aytdikki, bay mana shuncha. Ha. Naq chiqardik avval, shuncha dedik, bay dedik. Ha, ko'p daval sotqansizda. Hozir havol aytdi buncha dedi. Ha, buncha bo'lsin hay dedik. Saydi. Hurmat bergan bilangda bor-da. Ha? Bilangizda sharik kim edi? Hozir shu to'g'risida 10 najarga buni taqsim o'zlarining jo'r kelishib taqsim qilib olinglar dedik. Hozir hammasi pul qo'shishdi. Pul qo'shishdi. Mashinasini taqsim qilishdi, nechadan yetishyapgani, qanchadan pul qo'shgani nima bo'ldi? Misol bir mo'tari shu pullar qancha 1 lakmi yo 2 lakmi yodidan chiqdi. Buni taqsim qildini qanchadan chiqdi? Qanchalak pul bo'lib ketgandir da. Osan buni osan Qancha bo'shiga soldingiz? 10 najar osan taqsim qilib oldi. 2 mo'targa bilmayman 1 lakmi 80 ming kamayapti. Ha. Albatta bu yoqdan tarak-marak ham chiqib ketadi. Ha? Tarak-marak ham chiqib ketadi. Yo'q, tayrak emas. Tayrak-mayraklarga nima qilamiz yo'q. So'ngasan buni satdiqda keldik Qunduzdan savan oldik. 2 metr savan oldik hamma. 2 metr savan oldik. 500 sir guruch, 500 sir ham bo'day. Buni ham savanning ostiga o'rdik. Jovchi. Jov emas. Asan savandan 2 metr savandan jikladi. Madar jo'narigasan yana maymana. Otpardigasan bo'dayni ham satdiq, birinchini ham satdiq. Savandisa bir xillar savan olib borganlarsa qadipasini jirkasiga tayladi. Mo'targa aytdiki, o'zing sat dedi, o'zing kirayingni piraq qilib jo'nadi. Biz dedi, ishim yo'q dedi. Bu yoqdan qaytishgan so'ng nima olib qaytdingiz? Asan savandan tava qildiqda kiray o'tadi izmaydi. Bo'day mana nima go'rchaplik ani o'lmagan masraflarni o'l chiqardi. Bu yoqdan qaytishgan nima olib qaytdingiz? Qaytishingga bilmayman. Asan so'ng bir oqat cho'p baravar kelmadi, cho'p olmadi, asan kishmisham olib qaytmadi. Qaytdi asan. Pulni naqtalab. Bu pullarni nima qildingiz asan? Pulni naqtalab olib keldik asan. Asan bilmayman yana nima oldi asan. Bu pullarni nima qildingiz? Pullar ham asan shu pulni qumga qo'shib qo'ydi. Otangdan oshirib ko'p qo'ygan shu pullarni. Shu ko'p qo'yganda bizga alishtimi bermay o'tiribdi-ku shu yerda. Ko'plarni chiqarmayapsan-da. Amir nimalar xabar topmasini chiqarmayapsan. Shu yerda Shundan qadar ujarga bordim deydi, bu o'zim ma'lumlar bu ko'raga ekan. Bordikan bu qo'ydi. Endi mashina sotgan nimaga kalla mashina aytdi. Bu pullarni qayerga to'g'ri bo'lsa chiqib ketadi. Ha? To'g'ri pullar